Mening ismim Yusuf Ahad. Men Aqsu viloyat Avat nahiya G'orochil bozoridan. Men bugun uzundan buyon xabarni ola olmayotgan oilam va ayolimning oilasidagilar haqida guvohlik bermoqchi. Bu mening akam Abdusamad Ahad. Bu yil 38 yoshda. Akamning ayoli Arzugul Abdusamad. Bularning turishlik o'rni Aqsu viloyat Avat nahiya G'orochil bozori Shikakko'l aholilar komiteti 52 numur. Bu ayolimniki apsi, yani qaynapam Nurgul Musa. Bu yil 50 yoshda. Bu ayolimning aksi Mehmetcan Ömer. Bu yil 33 yoshda. Bu ayolimning yangisi Ayimgul. Bularning turishlik o'rni Aqsu viloyat Avat nahiya G'orochil bozori Yangi mahalla aholilar komiteti. Men 2013-yili ailem bilan birlikte Misrga o'qishga chiqqan. 2016-yili ayolimning apsi va aksi bizni yo'qlash uchun Jungo hukumati qonunli qilib bijirib bergan pasport bilan Misrga kelgan. Misrga kelib bir necha haftadan keyin qaytib ketgan. Keyin bizning ailemiz bilan bo'lgan aloqamiz butunlay uzilgan. Men yaqinda akamning 2016-yili sebepsiz tutib ketilib 10 yil qamoqqa hukm qilinganligi, akamning ayolining bo'lsa hozir qadar turmadi ekanligi, ayolimning apsi va aksi 2017-yili kampaga olib ketilib, keyin 18 yil kesiltirilganligi, ayolimning yangisining bo'lsa hozir qadar kampda ekanlik xabarini oldim. Bizning uydagilar va ayolimning uydagilari normal turmushini kechirib kelayotgan dehqon va tijoratchi oila bo'lib, bular hozir qadar hech qanday jinoiy ishlarni sodir qilib boqmagan. Bularning buncha uzun kesvatkidek hech qanday jinoyat yo'q. Men butun dunyodagi demokratiya va inson huquqini qo'g'daydigan lider va tashkilotlardan